Assalomu alaykum. Toshkent shahar chorsu gullari. Toshkent shahar chorsu gullari. Mana bugun bizni kechki bozor. Kechki bozorga ko'pchilik qiziqishni bildiryapti-deylar, qanaqa gullar bo'ladi deb. Mana o'zi aslamni kechki bozorimizda ham bunaqa pochkali gullar, o'simliklar bo'ladi. Dekorativniy narsalar kamdan kam bo'lib chiqadi. O'z optimga bo'lib bunaqa pochkali narsalarni chiroyli qilib o'stirib chiroyli qilib olib kelishadi. Mana shu yerda kechki bozorda sotiladi. 12 ta viloyatga kelib mashtan optim qilib olib ketib, keyincha kanalar bozorlarda sotishadi mana. Ko'rasizlar, mana gvazdikalar juda ham chiroyli bo'lib ochilib yotibdi. Bu gvazdika ko'p yillik bo'ladi. Mana bu shaprollar, baxtsi. Ular narxi necha pul? 15 mingdan pochka. 15 mingdan. Bozorimizda odam juda ham ko'p. Pochkada 10 ta bor. Hozir bafurcha narxlarini aytib berishga hech vaqtlari bo'lmayapti. Hozir mana bu sadaray xollar ham bor mana. Chiroyli bo'lib, sadaray xollarni qaranglar, chiroyli bo'lib turibdi mana. Juda ham go'zal mana. Bamda ham barxitlar, har xil ranglari bor mana. Ko'ryapsizlar? 15 mingdan tushyapti. Juda ham go'zal. Mana vervina, chinna gulam deyshadi. Mana shaboyana, vervinalar, zina, astriga qiziqadiganlarga, gansaliya, quyosh guli, petuniya, hamisha bahor, juda ham zo'r. Mana bu itog'is mana. Juda ham zo'r, chiroyli. Biz bir gaplasharkansizlar, Bozorlarimizda juda ham odamlar ko'p mana. Ko'ryapsizlar, u boshidan bu boshigacha mana. Kechqurun soat 9 da bozorimiz ochiladi. Faqat mana shunaqa aslamni, mana shunaqa pochkali narsalar bo'ladi. Ana qiziqib, mana ichkarida bor hamma narsa optimda bo'lavermaydi. Ichkarida aslamni ko'pchilik dehqonlar o'tiradi ichkarida ham. Ichkariga emas, biz yoqqa olib ketamiz. bo'lib ichkaridan qimmat sotasiz. Gul bozor ichida o'tdim. Mana. Hop, mana shaprollaringiz necha pul? 10 mingdan pochka. 10 mingdan pochkasi ichida nechta bo'ladi? 10 tadan. 10 tadan, ha? Ismlari Nasib opa. Hop, joylarini qanaqa tushuntirsak bo'ladi? Hop, mana bu yoqda mana. Chorsu bozor arkasidan bundoq kirganinglarda, Chopon bozordan mana bundoq yurib kelganinglarda, mana bu damazlari, ismlari Nasiba, Yangiyo'llik Nasibani joyi qayerda desanglar, hamma ko'rsatib oladi. Xudo xolisa chiroyli qilib narxlarini kelishtirib bergan narxlarda qilib beradi, xudo xolisa. Chorsu gullari Muhammad Ali nomidan keldik desanglar, kelishtirib qilib berishadi, xudo xolisa, to'g'rimi? Bonuslari ham bor, ha? Hop. Sadaray xollaringiz necha pul? Sadaray 10 ming pochka. Balandroq gapirasiz, eshitilishi kerak. Qarang, asalcha mashina 10 mingdan sotamiz, kelishtirib beramiz. Mana bu gulbiyorlar ham bor ekan. Gulbiyor, bu kelgan ruscha nomi Partulak. Juda ham chiroyli bo'lib o'sadi, ko'p yillik. Gulbiyorlar necha pul? Gulbiyorni 8 ming 15 qilib beramiz. 8 ming 15 ming. Atirgulli mahrumisi. Asringiz necha pul? Astri 20 ming 15 mingdan qilib beramiz. Ichida nechta? 5 ta 6 ta bo'ladi. Gollandskiy sort. Telefon nomeringizni aytasizmi? Sizni topolmay qolsa telefon qilishadi. 97lik 548 85 10. Ismim Nasiba. Mana Nasiba opa. Gullar orasida gul bo'lib o'tiribdi. Bemalol topib ola olasizlar. Ovozlari jaranglab turadi. Juda ham zo'r. Hamma narsalari bor. Rayhon, garimdori, gullar, xilma-xil narsalar bor. Kelib pulni sanasanglar bo'ldi. Mana. Mana bu petuniyalar ham bor ekan. Qaranglar, xilma-xil. Bular hammasi pochkaliklar. Bular ham gulbiyorlar, qaranglar. Juda ham zo'r. Rayhonlar pochkasi 10 mingdan. Rasat bo'lgan bular. Mana giyargillar bor ekan. Necha pul bu giyargillar? Yashki 200 mingdan qilib berdim. Donasi necha puldan aylanadi? 6,5 ming. Mana gartenzalar ham keldi. Bu krupni listnisimi? Necha pul bular? Ha? Bularni 60. 60 mingdan ekan. Bular hammasi gullikda. Mana xilma-xil narsalar ko'ryapsizlar.
Hop, mana bitta lavr yaproqlari ham bor ekan, mana. Juda ham chiroyli. Lavrov belgisi beraymi? Nech pul bu? Kattalari 70 ming, kichkinalari 50 ming. Sen yozding yangashi turibdi. Mana bitta Balg'ari ko'chatli, baqlajon ko'chatli mana. Ko'ryapsizlar? Xilma-xil. Bitta gulgarimdorli, tungani segarimdorli, pomidorli, hamma narsani ko'chatlari bor. Bularning hammasining narxi standart 2000 dan. Adashmasam. Juda ham chiroyli. Mayda bo'lmas. Choy gullar ham bor ekan. Kelishtirib beraman. Mana bunaqa bo'lib ochilar ekan. Mana. Shunaqa. Rasm almashib qoldi. Ay. Mana. Voy. Mana. 5 pul bilan bo'ldi ko'rindi. 2000 dan beraman. Hammasi qizilmi? 50 ta yo'q, 3 xil rangi bor mana. Oranjiy sveti bor, zebraliklari bor mana. Mana ichida aralash. Bu zebrali qanaqa bo'ladi u? Oranjiy svet ochiladi. Qolganlari qip-qizil ochiladi. Mana yerda 27 ta, 25 taga beraman. Bular 50 tadan butun. Buzilmagan. Kartoshkalar katta. Nech pul dedingiz buni? 2000 beraman. 2000 dan. Mana shunday bozorga kirishinglar bilan pochkalga qatorlarni ikkinchi ratini oxirrog'ida ekan joylari. Bemalol kelaverasizlar. Ikkita xola yonma-yon o'tirib sotishyapti. Shunaqa so'raganmi? Homilodorsini o'zini ham olib kelib qo'yishibdi mana. Model degan sizlarga. Yaxshi, qolsa. Nech pul bular? Bog'i 8 ming. Bog'i 8 ming, nechta bo'ladi ichida? 12 tadan bo'ladi. Tekirovka qilingan ko'chat. Baqvat. Mana bu Yusufni ham o'zini ham olib kelib qo'yishibdi mana. Mana ko'chatim bo'lsa kerak mana. 8 mingdan ekan. 25 ta 8 mingdan. Yaxshi, zo'r narxlari. Shunaqa qilib bu yoqlarda endi tuvaylar, boshqa narsalar. Mana odamimiz juda ham ko'p bozorlarda. Xilma-xil narsalar. Chorsu bozorida kechqurun o'tdimda, o'zi aslamda mana shunaqa narsalar bo'ladi. Mana hozir Sulton Alini ham ko'rsatamiz sizlarga, hurmatli obunachilar.